Aka söz söylep qo'yaman. Assalomu alaykum jamoat. Sizlarga adres aytib qo'yman. Assalomu alaykum jamoat. Assalomu alaykum polvonlar. Buna Xudo xolasa ertaga tong atsa 24-may bu Leninjol jamoati polvonlar uloq beramiz. Shu Leninjol ayl hökümeti polvonlar bardıq jamoati, at suyucular, shu uloq chapgan jamoatning atidan shu ertangi 24-mayga uloqqa chaqiramiz. Shu Turpa ulog'i da var, Taka ulog'i da var. Xudo xolasa ertaga kelaverasizlar. Bu Leninjolni Shaydan degan joyimiz var ödüde. O'sha yerda Xudo xolasa uloq o'tadi. O'sha yoqqa o'tavergil ertaga. Bardıq polvonlar chaqiramiz ertaga. Jallovatdan kelgan adres. Yo'lni aytib qo'ying, sovetskiy. Jallovatdan kelgan polvonlar, bu Jallovat o'rondan kelganlar. Bozorgon Jallovatlar Sovetskiydan, Kurgoydan o'döga salasizlar, Avuq Shidir degan ayl var. O'sha menen dakansa chiqib ketasizlar. Bu yoqdan kelganlar, Lenskiydan kelganlar. Bizim Leninjol menen to'ra chiqib ketasizlar bu yoqqa. Xudo xolasa ertaga kelib, qatışıp, ulağınızı çağıp, duanızı berip kettiler. Söz barmı? Kapar bin kilo qo'yay. Bizni ertang uloqni boshqara turgan polvon biyimiz Qapar mana burası. Assalomu alaykum jamoat. Barыңызlarni ertang kutamiz, Xudo xolasa. So'ning shirin uloq bo'ladi. Belgi. Bo'ldi, o'chib. Uloq tartibimen bo'ladi. Jip, kiyek degan narsa bo'lmaydi Xudo xolasa. Shu vrachka o'zi boshqaradi, o'zi biylaydi, o'zi teylaydi.